Misol sertifikat darajasidagi misol sizga yoki kimgadir tushishi mumkin. Hamma sertifikatchilarga beradi. Demak, qarang, x kub qo'shilgan 3 ning kubi teng 64, ko'paytirilgan 4x ayrilgan 3. Tenglamani, demak, A holatda tenglama nechta ildizga ega deyapti savolda. B holatda haqiqiy ildizlar yig'indisini toping deyapti. Ana endi yechimga o'tamiz, qarang. Buni ochib chiqsam nimadir bo'lamiz desangiz xato qilasiz. Buni bir usul qo'llamasa javob chiqmaydi. Qarang, qanaqa usul qo'llaymiz? X ning kubi qo'shilgan 3, kub ildizni bu tarafga tashlaymiz. Ya'ni kubni bu tarafga kub ildiz qilamiz. Kub ildiz ostida 64 ko'paytirilgan 4x ayrilgan 3 deb yozamiz. Va buni biza x kub teng bundan chiqaramiz 4 chiqadi. Kub ildiz ostida 4x ayrilgan 3, 3 u tarafga minus bo'lib o'tadi. Hamma tushunyapti? Kub ildiz qilib yana tashlaymiz. X teng kub ildiz ostida 4, kub ildiz ostida 4x ayrilgan 3 yopildi. Hamchi mana bu yerda ayrilgan 3 ham yana bor. Mana shu holatda keldimi? Ham yaxshi ko'rinmay qopti. Demak, mana shu holatda kelgan bo'lsa, endi qanday ishlaymiz? Endi qarang, mana bu yerda bitta formula bor ekan. fx teng x ga bo'lsa, demak fx teng x ga deb ishlasak to'g'ri ekan. Tushunarlimi? Hozir bu yerda xuddi shunaqa narsa turibdi. Mana bu narsani fx desangiz, mana buni o'zi ham bizga fx ni beradi. Tushunarlimi? Demak, nima ekan? Mana shu narsa fx deb tasavvur qilsak, demak, haqiqatan ham teng x galigi ham bor. Demak, kub ildiz ostida 4x ayrilgan 3 teng x ga desak, endi mana bu qoidaga to'g'ri kelyapti. Endi buni kubga ko'tarsak, bizga 4x ayrilgan 3 teng x ning kubiga bo'lyapti. Bir tarafga o'tkazib olamiz. X ning kubi ayrilgan 4x qo'shilgan 3 teng 0 bo'ladi. Buni bitta ildiz birligi aniq. Demak, x ayrilgan 1 ga bo'lib yorsangiz, sizga keladi x kvadrat qo'shilgan x ayrilgan 3 holatda kelar ekan. Demak, buni ishlasak, x teng 1 degan yechim bor. Mana bitta yechim bor. Ikkinchi yechim buni teng 0 deymiz. X kvadrat qo'shilgan x ayrilgan 3 teng 0 desak, bundan yana sizga ikkita javob chiqadi. Ikkita yechim. A holatdagini yechimi 3 ta. B holatdagini yechimi mana bu yerdan bitta ildizi bor. Mana bundan diyet qilsangiz, ikkitasini topsangiz nima bo'ladi? Yig'indisi -1 bo'ladi, ikkita ildiz, ha, to'g'rimi? -1 bilan buni qo'shsangiz, o'zi jami 3 ta ildiz-ku. Demak, ildizlar yig'indisi, buni summa x desak ham bo'ladi. 0 degan javob chiqadi. Mana shu tartibda ishlanadi. Demak, sertifikat darajasi mana shu savol tashlayapti. Siz ochib chiqib yo o'rnak qo'yish bilan topa olmaysiz. Faqat noodatiy usullardan, formuladan foydalansangiz javob chiqadigan misollarni beryapti. Shuning uchun bu misolni o'rganing. Shunaqa misol tushib qolsa, qanday ishlash yo'lini mana shu o'rgatdik, mana bitta tushunarli deyman.